Madaniyat bu millatning urib turgan yuragi, jon tomirida jo'sh urgan qoni, gohida hurkak ohudek mo'ltirab, titrab turgan hayajoni, gohida bejilov vulqondek ko'kka otilgan his tuyg'ulari. U har bir nafasda, har bir so'zda, har bir tovushda mujassamki, u millat ruhini belgilash mumkin bo'lgan yuksak e'tiqod bilan bog'liq ulug' tushuncha. Bu bizga buyuk ajdodlarimizdan yodgor, bizdan esa farzandlarimizga meros qolajak til. Bu bizga qadim qadriyatlarni qadrlashni o'rgatadigan hayot kitobi. Bu qalbimizga harorat baxsh etadigan iliq an'ana. Demak, usiz millat yo'qlikka mahkum. Xo'sh, shunday ekan, uni unutsak, bizni qanday kunlar kutadi? Ulug' millat sifatida buyuk xalq o'laroq shakllangan osmoniy bo'yimiz, betakror qiyofamizning taqdiri nima bo'ladi? Navoiy hazratimiz lutf qilganidek, o'zbekiy ovozimizni boshqa ovozlar vahshatida qolib ketishiga yo'l qo'yib bersak, ne holat yuz berajak? Javob aniq. Mo'tabar an'analar shunchaki xotiraga, xalq esa o'z uyida begonaga aylanajak. Zaif jussa qudratli bilak qarshisida mag'lubiyatga mahkum bo'lgani singari, ojiz madaniyat, tushkun ruh, qo'shtirnoq ichidagi ommaviy madaniyatning jirkanch tuzog'iga osongina ilinadi. Oqibatda esa o'zidan qo'rqinchli va zerikarli bo'shliq qoldirib ketadi. Bunday holga tushish chin ma'noda ham ulug' ajdodlarga, ham kelajak avlodlar omonatiga xiyonatdir. Bunga aslo yo'l qo'yib bo'lmaydi. Madaniyat ana shunday ko'ngilsizliklarning oldini oluvchi xaloskor kuchdir. Madaniyat vazirligi esa bu yo'lda dovullar yo'liga ko'ksini tutgan qoyalar kabi himoyada turguvchi posbondir. Hech shubhasiz munis an'analarimizni, muborak tilimizni, muqaddas kitoblarimizni, tabarruk tariximizni, teran ildizlarimizni himoya qilguvchi haqiqiy qalqon. Qurolli kuchlarimiz chegaralarimiz daxlsizligiga javobgar bo'lsa, madaniyat esa inson qalbi, uning ruhiyati, ongu tafakkuriga mas'uldir. Bu bizni biz qilib turgan o'zligimizni anglatguvchi muhim omil. Madaniyatimizni yuksaltirsak, bugundan ertamizni yaxshilayotgan bo'lamiz. Zurriyotlarimizga bahosi yo'q meros qoldirayotgan bo'lamiz. Eng asosiysi, buyuk millat sifatida qadriyatlarimiz, an'analarimizni asrab avaylasak, yashashda davom etayotgan bo'lamiz. Qat'iy mafkura, metin himoya, muqaddas meros, yorug' kelajak. Bu bir so'z bilan aytganda madaniyat.